Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Temirova Muqaddas Azamatona, Shahrisabz davlat pedagogika instituti, pedagogika fakulteti boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisiman. Hozir sizlar bilan ona tili o'qitish metodikasi fanidan boshlang'ich sinflarda punktuatsiya elementlarini o'rgatish metodikasi mavzusi bilan tanishamiz. Bugungi mavzuyimiz rejasi quyidagilardan iborat. Punktuatsiya haqida umumiy ma'lumot. Kichik yoshdagi o'quvchilarni punktuatsiya bilan tanishtirish. Punktuatsiyada elementik, semantik va intonatsion qoidalar, nuqta, vergul, so'roq va undov, tinish belgilarini o'z o'rnida ongli ishlatishga o'rgatish. Punktuatsiya so'zi lotincha punctum, ya'ni nuqta, o'rin, joy tushunchalarini anglatadi. Punktuatsiya tilshunoslikning tinish belgilari haqidagi bo'limi bo'lib, unda tinish belgilari, punktogrammaning qo'llanishi qoidalari o'rganiladi. Punktuatsiya tilshunoslikda yozuvda ifodalanadigan shartli belgilar yig'indisini, tinish belgilarini anglatadi. Hozirgi o'zbek tilida tinish belgilari 4 jihatdan tasnif qilinadi. Qo'llanish o'rniga ko'ra tinish belgilari 3 guruhga ajratiladi. Gap oxirida qo'llanuvchi tinish belgilari, gap ichida qo'llanuvchi tinish belgilari, aralash holda qo'llanuvchi tinish belgilari. Nuqta, so'roq belgisi, undov belgisi, bu belgilar quyidagi holatlarga ishora qiladi. Gapning, fikrning tugallanganligiga, gapda qanday mazmun ma'no ifodalanganiga, gapning tugallanish chegarasiga, keyingi ajratishga. Ular ba'zan gap oxiridan boshqa o'rinlarda ham ishlatiladi. Bunday paytda bu belgilar boshqa vazifa bajaradi. Maqsad ham har xil bo'ladi. Nuqta, so'roq va undov belgilari ba'zan gap o'rtasida ham ishlatiladi. Bu o'rinda u sintaktik vazifa bajarmaydi. Agar gapdagi qisqartirilgan so'zlarni to'liq yozsak, nuqtani ishlatishga hech qanday ehtiyoj qolmaydi. Ko'rinadiki, nuqtaning gap o'rtasida qo'llanishi yordamchi qo'shimcha mohiyatiga ega bo'lib, uning bunday qo'llanishi yozuvchining maqsadi bilan bog'liq. So'roq va undov belgilarining ham gap o'rtasida qo'llanishi yuqoridagi kabi o'zgacha xususiyatga ega bo'ladi. Vergul gap boshida yoki gap oxirida qo'llanmaydi, doim gap ichida ishlatiladi. Shuning uchun u gap o'rtasida qo'llanuvchi tinish belgisi sanaladi. O'rin jihatidan aralash qo'llanuvchi tinish belgilariga 2 nuqta, nuqtali vergul, qo'shtirnoq, qavs, tire, ko'p nuqta kiradi. Bular gapning boshida, o'rtasida va oxirida ham qo'llanadi. Ular o'z ichida quyidagicha guruhlanadi. Gap boshida va o'rtasida qo'llanuvchilar, tire, gap oxirida va o'rtasida qo'llanuvchi 2 nuqta, nuqtali vergul, gap boshida, o'rtasida va oxirida qo'llanuvchilar, qo'shtirnoq, qavs, ko'p nuqta. Aralash holda qo'llanuvchi tinish belgilarining vazifasi joyga nisbatan ham har xildir. Masalan, tire gap boshida kelganda gaplarni bir-biridan ajratish uchun, gap o'rtasida kelganda esa gap yoki gap bo'laklarining turli sintaktik munosabatlarini ko'rsatish uchun qo'llanadi. Ko'p nuqta gap oxirida kelganda fikrning davomi borligini, gap o'rtasida kelganda fikrning uzunligi yoki har xil emotsional holatni, gap boshida kelganda esa mazkur gapning qisqartirilganligini bildiradi. Tinish belgilarining qo'llanish usuliga ko'ra tasnifi. Qo'llanish usuliga ko'ra tinish belgilari quyidagicha guruhlanadi. Yakka holda qo'llanuvchilar, bunga faqat 2 nuqta kiradi. Yakka va qo'sh holda qo'llanuvchilar, bu tinish belgilari yakka holda alohida mustaqil qo'llanishi bilan birga qo'sh holatda ham qo'llana oladi. Tinish belgilari qo'sh qo'llanganda 2 va undan ortiq tinish belgisi bir o'rinda ketma-ket birgalikda ishlatiladi. Bular qo'sh qo'llanganda o'z shaklini to'liq saqlaydi. So'roq, undov tipida o'z shaklini o'zgartiradi, qo'shtirnoq va qavs kabi. Bir tinish belgisi ikkinchisining hisobiga qisqaradi. Vergul va ko'p nuqta qo'sh qo'llanganda vergul qisqaradi. Bir belgining o'zi emas, undov belgisi
takrorlanadi. Tinish belgilarining tuzilishi jihatdan tasnifi. Tinish belgilari tuzilish jihatdan ikkiga ajraladi. Bir elementli tinish belgilari, virgul, nuqta, tire. Ko'p elementli tinish belgilari, ikki elementli tinish belgilariga ikki nuqta, nuqtali virgul, so'roq, undov va qavs. 3 elementli tinish belgilari, ko'p nuqta, 4 elementli tinish belgilari esa qo'sh tirnoq. Buni o'z mohiyatiga ko'ra juft elementli yoki qo'sh elementli tinish belgisi deb ham yuritish mumkin. Bir elementli tinish belgilari tarkibi jihatidan qismlarga ajratilmaydi. Ular shartli bir belgidan, bir grafik shakldan iborat bo'ladi. Ularni o'z mohiyatiga ko'ra sodda tinish belgilari deb yuritiladi. Tinish belgilarining vazifasiga ko'ra tasnifi. Tinish belgilari o'z vazifasiga ko'ra 3 guruhga bo'linadi. Chegaralovchi tinish belgilari. Bular yozma matndagi ayrim qismlarning leksik-semantik farqlanishi va ajralishini, grammatik uslubiy chegaralashining, ularning boshlanish va tugallanish nuqtasini hamda o'rinlashuv doirasini ko'rsatadi. Bunga qo'sh tirnoq, qavs, qo'sh qavs kabi tinish belgilari kiradi. Ayiruvchi tinish belgilari bular yozma matnlarni yoki ularning qismlarini bir-biridan ajratish va muayyan qismning tugallanishini ko'rsatish uchun xizmat qiladi. Bunday ajratish logik, grammatik jihatdan bo'ladi. Bularga nuqta, so'roq, undov, nuqtali virgul kiradi. Murakkab vazifali tinish belgilari bular yozma matn qismlarini o'rni bilan ham ajratish ham, chegaralash ham, ba'zan biriktirish vazifalarini bajaradi. Ajratish, biriktirish vazifasini bajaruvchilar 2 nuqta. Ajratish, chegaralash birikmasini vazifasini bajaruvchilar virgul, tire. Fikrning bo'linishi, qisqarishi va tire emotsionallarni birlashtiruvchilar ko'p nuqta. Punktuatsiya semantik, sintaktik va intonatsion qoidalarga asoslanadi. Bu 3 asos bir-biriga o'zaro ta'sir qiladi. Xat yozuvchisi tinish belgisini qo'yishda avvalo bayon etadigan fikrning mazmuniga asoslanadi. Nutqning mazmunan tomoni gapning qurilishiga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun o'quvchilarga tinish belgilarining qo'llanishini o'rgatishda biror gapda tinish belgilarini qo'llashni belgilaydigan semantik, sintaktik tamoyiliga asoslanadi. Xullas, o'quvchilarga tinish belgilari haqidagi qoidalarni mukammal o'rgatish uchun sintaktik, punktuatsion tahlil, bayon va insholarda tinish belgilarining qo'llanishini sharhlash kabi mashqlardan foydalaniladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur.